Assalomu alaykum, YouTube do'stlarim. Bugun men sizlarga o'zimning haqiqiy hikoyamni aytib beraman. Bu mutlaqo haqiqat. Unda hech qanday yolg'on yoki aldamchilik yo'q. Men buni YouTube kanalimda ham yozib olaman, chunki erim meni tashlab boshqa mamlakatga pul topish uchun ketgan. Shuning uchun men nima qilishimni va nima qilganimni o'zingiz hal qilasiz. Men buni to'g'ri yoki noto'g'ri qildimmi, izohlarda aytib berishingiz kerak. Men bugun sizlarga o'zimning haqiqiy hikoyamni aytib beraman. Turmush qurganimga deyarli 2 yil bo'ldi. Erim meni tashlab boshqa mamlakatga pul topish uchun ketgan. U ketgan paytda qaynonam ham yonimda edilar. Qaynonam vafot etganiga deyarli 1 yil bo'ldi. Shundan keyin men va qaynotam yolg'iz yashadik. Hali farzand ko'rmadik. Erim ham boshqa mamlakatga pul topish uchun ketgan. U menga endi siz bilan video qo'ng'iroqlarni amalga oshirishda davom etishim va tez orada qaytib kelishim uchun mobil telefon bergan edi, lekin 2 yil o'tdi. Bir necha kun oldin u video qo'ng'iroqlar qiladi. Men ham u bilan gaplashaman. Men xursand edim. Asta-sekin u qo'ng'iroq qilishni to'xtatdi. Kamroq bo'lib qoldi. Keyin asta-sekin u menga umuman qo'ng'iroq qilmadi. Bir necha kun shunday o'tdi, asta-sekin. Bir necha kundan keyin men biror narsa noto'g'ri deb gumon qila boshladim. Qaynotam menga diqqat bilan qarardi. Cho'milishga borganimda yoki cho'milganimda chiroyli kiyimlar kiyardim. Keyin u menga qarardi. Avvaliga hech narsa o'ylamasdim. U otamga o'xshagan bo'lishi kerak. U menga shunday qarayotgan bo'lishi kerak. Men shunday o'ylayverdim, lekin uning nigohida biron bir muammo borligini bilmasdim. Lekin baribir hech narsa bo'lmagandir. Miyam shunday gazablanardi. Men ovqat pishirardim, keyin ikkalamiz birga ovqatlanardik. U bir likopchada sabzavotlar olib kelardi va men ovqat pishirardim. Men kun bo'yi shu ish bilan band edim. U ham xonada uxlardi yoki do'stlarinikiga bir joyga borardi va men kechqurun qaytib kelganimda men oshxonamda uxlardim. U esa oshxonasida uxlardi. Men ham yolg'iz edim. Shuning uchun men ham yolg'iz edim. Deyarli 4 yil o'tdi, lekin men hali ham erim qayerda ekanligini bilmayman. U ham men bilan bog'lanmadi. Bir kunlar shunday o'tardi. Qaynotam bilan men bir-birimiz bilan gaplashib turaverdik. Biroz vaqt o'tgach yana uxlardik. U oshxonasiga ketardi. Men oshxonamda uxlardim. Yana 1 yil shunday o'tardi. Sekin-asta ehtimol qaynotamning niyati yomonlashayotgandir. Ortimda nimadir noto'g'ri ekanligini sezardim. Qaynotam menga noto'g'ri ko'z bilan qarar edi. Bir necha kun o'tdi. Men ovqat pishirayotganimda u menga yordam berish uchun kelib, men bilan birga ovqatni nishonlardi. Keyin ovqatni birga stolga qo'yardik va ovqatdan keyin bir oz suhbatlashardik. Endi u menga ko'proq murojaat qila boshladi. Men ovqat pishirayotganimda u ham pastga tushib, "Men yolg'izman, sen ham yolg'izsan. Shuning uchun men sen bilan gaplashgani borardim", derdi. Lekin uning nigohi biroz yomonlashib borardi. Ba'zan u orqamga, ba'zan ko'kragimga qarar edi. Men ham biror narsa noto'g'ri ekanligini sezardim. Qaynotam menga qarar edi. Ba'zan u orqamga, ba'zan oldinga qarar edi. Bir necha kun shunday o'tardi. Niyatim ham asta-sekin yo'qola boshladi. Endi cho'milishga hojatxonaga borganimda u menga qarab kulardi. Cho'milishga borganimda kiyim-kechak va sovun berish uchun chaqirardi. U hatto hojatxonani ham qulflamas va shunday o'tirardi. Men yolg'iz edim. Yolg'iz ayol yana nima qila oladi? Kunlar shunday o'tardi va qaynotam oldinga intilaverdi. Endi u filga aylandi. U qo'limdan ushlab, "Qo'llaringiz shikastlanmoqda. Idish yuvayapsiz. Qo'llaringiz ham shikastlanmoqda", dedi. "Qish. Menda pul bor. Sizga biror narsa, kiyim-kechak va hokazo olib kelaymi? Keling, kiyim sotib olaylik. Biz mol sotib olyapmiz. Hozir men bilan yuring. Bozordan kiyim ham sotib olishingiz mumkin. Endi bozorga boramiz." Bir kuni men u bilan bozorga bordim. U menga u yerdan yangi kostyum berdi. Keyin do'stlarimdan biriga o'sha kostyumni tikib kiyib berishini aytdim. U juda xursand edi va yuragi ham urib turardi. Men ham bir narsani his qildim.
Nimadir noto'g'ri ekanligini tushundim, lekin nima qilardim? Mening ham erim yo'q edi. Endi men ham ayolman. Yolg'iz ayolning azobini tushunish mumkin va shuncha yillar o'tdi. Uning eri uyda yo'q va faqat bitta erkak va bitta ayol bor. Endi nima qilardim? Lekin men bundan kam emas edim. Har safar ovqat pishirganimda u bu yerga kelishini bilardim. Shuning uchun men mobil telefonimni ustiga qo'yib, kameram bilan videoni ko'rsatardim. Bu video meni shunday qilishardi. Shuning uchun kimdir o'zimga kelganida u menga bir narsa derdi. Shuning uchun men unga bu videoni ko'rsatishdan oldin men jimgina turardim. Shuning uchun u menga u yoqdan bu yoqqa tegib turardi. Ba'zan qo'limni ushlab, ba'zan qo'lini sochlarimga qo'yib, "Sochlaring juda chiroyli, bugun juda chiroyli ko'rinyapsan. Kiyimlaring juda chiroyli, bugun menga ko'p yaxshilik qilding. Bugun juda chiroyli ko'rinyapsan." Endi shunday narsalar sodir bo'la boshladi. Men ham xavotirlana boshladim. Shuning uchun nima qilardim? Chunki endi ikkalamiz ham shu uyda yashayapmiz. Shuning uchun men ham bunga chiday oldim. Shuning uchun sekin u biroz oldinga siljidi. Kunlar shunday o'tardi. Qaynotam bilan men bir-birimiz bilan gaplashib turaverdik. Biroz vaqt o'tgach yana uxlardik. U o'z xonasiga ketardi. Men o'z xonamda uxlardim. Yana bir yil shunday o'tardi. Sekin-asta ehtimol qaynotamning niyati yomonlashayotgandir. Ortimda nimadir noto'g'ri ekanligini sezardim. Qaynotam menga noto'g'ri ko'z bilan qarar edi. Bir necha kun o'tdi. Men ovqat pishirayotganimda u menga yordam berish uchun kelib, men bilan birga ovqatni nishonlardi. Keyin ovqatni birga stolga qo'yardik va ovqatdan keyin bir oz suhbatlashardik. Endi u menga ko'proq murojaat qila boshladi. Men ovqat pishirayotganimda u ham pastga tushib, "Men yolg'izman, sen ham yolg'izsan. Shuning uchun men sen bilan gaplashgani borardim", derdi. Lekin uning nigohi biroz yomonlashib borardi. Ba'zan u orqamga, ba'zan ko'kragimga qarar edi. Men ham biror narsa noto'g'ri ekanligini sezardim. Qaynotam menga qarar edi. Ba'zan u orqamga, ba'zan oldinga qarar edi. Bir necha kun shunday o'tardi. Niyatim ham asta-sekin yo'qola boshladi. Endi cho'milishga hojatxonaga borganimda u menga qarab kulardi. Cho'milishga borganimda kiyim-kechak va sovun berish uchun chaqirardi. U hatto hojatxonani ham qulflamas va shunday o'tirardi. Men yolg'iz edim. Yolg'iz ayol yana nima qila oladi? Kunlar shunday o'tardi va qaynotam oldinga intilaverdi. Endi u filga aylandi. U qo'limdan ushlab, "Qo'llaringiz shikastlanmoqda. Idish yuvayapsiz. Qo'llaringiz ham shikastlanmoqda", dedi. "Qish. Menda pul bor. Sizga biror narsa, kiyim-kechak va hokazo olib kelaymi? Keling, kiyim sotib olaylik. Biz mol sotib olyapmiz. Hozir men bilan yuring. Bozordan kiyim ham sotib olishingiz mumkin. Endi bozorga boramiz." Bir kuni men u bilan bozorga bordim. U menga u yerdan yangi kostyum berdi. Keyin do'stlarimdan biriga o'sha kostyumni tikib, kiyib berishini aytdim. U juda xursand edi va yuragi ham urib turardi. Men ham bir narsani his qildim. Nimadir noto'g'ri ekanligini tushundim, lekin nima qilardim? Mening ham erim yo'q edi. Endi men ham ayolman. Yolg'iz ayolning azobini tushunish mumkin va shuncha yillar o'tdi. Uning eri uyda yo'q va faqat bitta erkak va bitta ayol bor. Endi nima qilardim? Lekin men bundan kam emas edim. Har safar ovqat pishirganimda u bu yerga kelishini bilardim. Shuning uchun men mobil telefonimni ustiga qo'yib, kameram bilan videoni ko'rsatardim. Bu video meni shunday qilishardi. Shuning uchun kimdir o'zimga kelganida u menga bir narsa derdi. Shuning uchun men unga bu videoni ko'rsatishdan oldin men jimgina turardim. Shuning uchun u menga u yoqdan bu yoqqa tegib turardi. Ba'zan qo'limni ushlab, ba'zan qo'lini sochlarimga qo'yib, "Sochlaring juda chiroyli, bugun juda chiroyli ko'rinyapsan. Kiyimlaring juda chiroyli, bugun menga ko'p yaxshilik qilding. Bugun juda chiroyli ko'rinyapsan." Endi shunday narsalar sodir bo'la boshladi. Men ham xavotirlana boshladim. Shuning uchun nima qilardim? Chunki endi ikkalamiz ham shu uyda yashayapmiz. Shuning uchun men ham bunga chiday oldim. Shuning uchun sekin u biroz oldinga siljidi. Ejdişlerinin jerenglagan ovuzi oşzuna, sokunetini bezip turardi. Enverim, Toshkent gaketganiga bir oy bo'ldi. Bir oy min o'tshon bo'yi bir ey sordak oddi. Dastlab vaqt tez o'tayotgandek edi.
Emu, endi her bir kun her bir sut çözülüp. Hesaplarım niterenk tortardi. Kizim. Çoy, demlep kelin. Boşum katik oksirapti. Kenanumdan zuna saydan kelgan ovusmeni. Heyülerimden çalksıddi. Zup buladi. O ijon deb cevap verdimu, yo, çoynani. Gazda koydum. Şupeyt orkamdan kelgan. Kadam tufişlerden seskanip kettim. Karaşga algurmadım hem ki yelkamdan. Kimdir aşeydi. Kanatam. Çarçamadın Kizim. Aning ovuzi har. Duyum hidek bozuk. Amu negadir bugün. Boşkatça eşitildi. Yok imen gaşande italeyutgan midi. Yok. O teyramat. Huzir unam gatşoy. Damleyutgandım dedim imkon kadar. Zutircam kuşga harakat kilib. Anin kuli haligatça yelkamda turardi. Bu odizonlik tuilişi mümkün edi. Aksar yumenga otakatori. Amu vücudum. Bekstiyor terenglaşdi. Anin barmuki rumulim tşetiden tşitşib. Turgan sushim tulasini sekin silagandik. Buldi, yoki bu hamşan tşakita sudifmi. Ha. Oyun ham ança tobi yok. Sen borsan, bakstimizga, dedi yuvani huyat kulini. Oldi, min yen bil nafaz oldum. Anvarjon, telefon kildimi. Ha. Keçaga plaşdık. İşleri kup iken, erkek kişinin işi. Kup buleydida, lekin yoş kelini, yol biz taşlap ketişi ham yakşi eymez. Sen bu yerde zirikip kulipsan. Anin sözleri da kandeydir yaşirin manu. Bor edi, yumenden nimeydir zulardi, nimekan lijini tuşanmasdayım, lekin. Butun vücudum bilen hezkilardım. Yok ota, nega zerikaman. O işunim yonimda siz borsiz. İşler, bilen vakt otgani bilinmeydi hem dedim. Şoynani katararikanman, yuyulimni, tusip turardi, min utiş otşun. Şeklen ganimda yu ham berkadam yon. Tomonga yurdi, yana yulim tusildi, yu, menga tikilip turardi, ni buhida nima, borlijini Anglei olmasdayım, ram şafkatmi, yoki boşkan arsami, bu ni budan tanam, mazlab ketdi, beri bir yol gizlik yumon, dedi yu ovuzini biruz paseytirib. Kozlarında dard bor kizim, bani menib, turibman, yu kulini uzatib yüzümga, yoçinlaşatırdi, min berkadam orkaga taşlaşga mecbur. Buldum, utajon çoy suvayb kuladi dedim. Bahuna kilib fatezda aning yuniden utib. Kenanumnan zunasiga yol oldum, yorajam, kupila burardi, min nutura, oyeleyipman, yuşançaki keyleripti, o zimni şanga, işun tirişga harakat kilardım, keçki, ofkat peyti yana o şahulat takrorlandi. Kenanum dori aykib bar vakt zunasiga. Kerib ketdi, bez kanatam bilan, dasturkson trufida yol biz kuldek. Sekunat şokedi, fakat kuşiklerinin, leykopçalar gayrilişiden çeken ovus. Eşeytilerdi, ofkat juda şerin çekibdi, kunlerin, darmasın, dedi yu sokunatni bezib. Ramat otajon, oş bulsun. Yumenga, sinçkovlik bilan tikilib karadi, anvar, senin kadringa yeter mikan. Ozi, bunaka, şerin tomlorni sojeneyotgandir. Elbette sojeneydi dedim. Kulim sıraşga, harakat kilib. Sentşi, sen hem sojenepsen mi? Elbette, kin bolsa kerek. Yoş boş bilen. Erden uzukda boliş anin sözleri yana. Oşa mavzuga burildi, yuyana menden. Nimeydir zuleyutgandik edi. Anin, maksadi nima. Meni ayşmi yok bu odi. Aşini şimasdi, bu boşka narsa. Hama, narsaga koneksa boleydi otajon dedim. Sabatni boşka tomonga bulişga harakat. Kildim, bugün konimiznin oli kilibdi, şet elden. Konilarni kuyib dedi yu. Suzemni kesib, gapsenda huzir. Anvar, bilan gaplaşganimda eytaman, zutinini. Ben çakin aşyakshi eymaz deb. Yu, şandeyde menga yotşenlaşdi. Min kimir etmeyi kuldim. Nefesimni, içemga yutdim. Anin yotşenlici meni bugayutgandik edi. Yo igilib soklerimni eksadlagandak buldi. Min bu harakatni anik hez kildim. Soklerin judat şeyroyli, dedi yu. Pitcherlab, anin, isek nafasi boynimga yerildi. Kin yu barmoklerini yelkamga koyib. Sekin pastga, kulem tomonga yurgizdi. Min toş kutgandim. Korkufdan kandey harakat kilişni. Bilmasdayım, bakirsanmi. Kenanum eşitadimi. Eşitganda hem nima dayman. Kenatam, suçemni, yelkamni silajı dimanmi. Kelcelik eşaytileydi. Hiç kim menga işunmeydi. Belki bu şançaki otalar çamerdir.
Ama içimdeki bir ofos yok. Bu meğer, emezde bonurardi. Ota dedim Petrok. Ofosda, yokulini oldi. Min ise sakrab ornimden. Turdum ve aydişlerini yiyistirişga. Tuşdayım. Kolerim keltirardi. Bir piyula kolimden tuşip çeltşel. Sindi, debyu bordum bekstur. Etiut bol kizim, kolenni kesib olma. Dedi yüz oturcamlik bilen. Anin yüzida, hiç kendey ozgariş yok edi. Guyu hiç, narsa bulmagandak. Belki rostdan ham hiç narsa. Bulmagandir, belki bu menin heyülerimnin, masulidir. O haketça aksley olmadim. Her bir şarpi, her bir tovyuisden çokip tuşardım. Kanatamdan gnibuhi, bitşirleşi. Tijenişleri koz oldumdan ketmesdi. Yumenden nimeydir zulardi. Bu anik edi. Lekin nima. Yu. O kişt şeysaga. Hiç narsa dimepti. Fakat imhoralar. Manali karaşlar. Bu safolermeniye bitirardi. Ertasi kuni o zemni kulga olişga karor. Kildim. Belki ketşat şartşa gandırman. Belki anvarni suçen ganam uçun hama. Narsadan yumun mono izleyut gandırman. Kun boyi o zemni işbilan çaletdim. Keçki haflida kiryuvayugan idim. Kuş korayip kulgan edi. Hali ham iş. Kilipsanmi. Kizim. Orkamdan kelgan. Ofosdan butun tanamga taytrok yugurdi. Yana yu. Min anga karab javob berişga. Ogzimda kutştupa olmadim. Fakat. Boşimni ijeb işimni keleyvirdim. Yuyunimga kelip kelakni kutardi. Bul diyeta. Kelak eymaz otajon uzim. Dedim. Sen juda zayıf korinan. Dedi yu. Tşelakni yerga koyib. Sen gagamorlik kirak. Anvar uzukda. Yu. Sen gagameks horlak kila olmaydi. Yu menga. Juda yakin keldi. Orkaga tşekinişga joy. Yok edi. Orkamda divor. Yokulini uzatib. Rumulim ostidan tşit turgan sok. Tulamni aşeydi ve barmokleri orasayda. Eğlentira boşeydi. Anin kozları galati. Yunardi. Bu otanin gnibuhi masdi. Bu boşka nibu edi. Bagunya sofokfa. Talapçan. Korkuv butun vücudimni kamrab ulgandi. Ota. Nima dimukçisiz. Dedim dedilik. Bilan. Nihuyat. Bununikli kaçek kuiş. Kerek edi. Yokulim sıradi. Amu bu tabasum yuziga yopişmagandik. Suta edi. Hiç narsa. Kizim. Şançaki. Sen beşine yapman. Yo izlijin ni yurajam. İzeleydi dedi yu ve sekin kolimden. Aşeydi. Kaftları sofok edi. Her kandey. Yordam kerek bulsa menga eit. Tortinma. Dedi. Guyu bu suzan. Ozinin bartşa. Harekatlerini oklamukçi bigandak. Anin bu sözleri ve harekatleri. Bir zed edi. Anin tanasi narsani eitsa. Teli boşka narsani. Sözlerdi. Yumenden nimeydir zulardi. Yokulimni koyib yubormasdan makamrok. Kezdi. Oyijoni oldiga kiring. Otajon. Sizni kutipti. Menim dedim. Ozimni. Andan tortib olişga harakat kilib. Yu. Bir suni yajim kuldi. Kin sekin. Kulimni koyib yubordi. Ha. Albata. Borişim kirak. Dedi yu ve hiç narsa. Bormagandik içkariga kirib ketdi. Min. Divorga suyanib kuldum. O yuklerimda mador yok edi. Koz yuşlarim. Yuzimni yuvardi. Anvarga telefon kilsami. Nima deyman. Yu. İşunadimi. Endimin bu aydagi har bir soyadan, har. Bir tovyuşdan kukardım. Tşanki yumenden nimeydir zulardi. Ve min bu nimeydir nimaykanlijini anglab. Yetgandik idim. Sen gagamorlik kirak. Anvar uzukda. Yu. Sen gagameks horlak kila olmaydi. Yumenga. Juda yakin keldi. Orkaga tşekinişga joy. Yok edi. Orkamda divor. Yokulini uzatib. Rumulim ostidan tşit turgan sok. Tulamni aşeydi ve barmokleri orasayda. Eğlentira boşeydi. Anin kozları galati. Yunardi. Bu otanin nibuhi masdi. Bu boşka nibu edi. Bagunya sofokfa. Talapçan. Korkuv butun vücudimni kamrab ulgandi. Ota. Nima dimukçisiz. Dedim dedilik. Bilan. Nihuyat. Bununikli kaçek kuiş. Kerek edi. Yokulim sıradi. Amu bu tabasum yuziga yopişmagandik. Suta edi. Hiç narsa. Kizim. Şançaki. Sen beşine yapman. Yo izlijin ni yurajam. İzeleydi dedi yu ve sekin kolimden. Aşeydi. Kaftları sofok edi. Her kandey. Yordam kerek bulsa menga eit. Tortinma. Dedi. Guyu bu suzan. Ozinin bartşa.
Hareketlerini oklamoqchi begandak. Aning bu so'zlari va harakatlari biriga zid edi. Aning tanasi bir narsani aytsa, tili boshqa narsani so'zlardi. Yo mendan nimaydir zo'lardi. Yo qo'limni qo'yib yubormasdan makamroq kezdi. O'yijoni oldiga kiring, otajon. Sizni kutibdi, menimcha dedim. O'zimni andan tortib olishga harakat qilib. Yo, bir soniya jim qoldi. Keyin sekin qo'limni qo'yib yubordi. Ha, albatta, borishim kerak, dedi-yu va hech narsa bo'lmagandek ichkariga kirib ketdi. Men devorga suyanib qoldim. Oyoqlarimda mador yo'q edi. Ko'z yoshlarim yuzimni yuvardi. Anvarga telefon kelsami, nima deyman? Yo, ishonadimi? Endi men bu aydagi har bir so'yidan, har bir tovushdan ko'kardim. Chunki yo mendan nimaydir zo'lardi. Va men bu nimaydir nima ekanligini anglab yetgandek edim. Uyimizda shunday sukunat bor ediki, hatto nafasim og'zimga eshitilardi. Odatda bolalarimning kechuvi, erimning yotali, qaynonamning gudranishi bilan tolib-toshib turadigan bu katta hovli endi huvillab qolgandi. Erim Rossiyada. Ancha bo'ldi. Har kuni telefonlashib gaplashib turamiz. Har kuni bir xil gap. Ishlaring yaxshimi? O'zingni ehtiyot qil. Bolalar yaxshimi? U bilan ham uzoqlashib ketgandekmiz. Go'yo soyinch deganlari avvaliga olovga o'xshab yuragingni kuydirar ekan. Keyin asta-sekin sovuq kulga aylanib qolar ekan. Bolalarimni qaynonam olib Toshkentga, opasinikiga to'yga ketganlariga ham bir hafta bo'ldi. Qaynotangiz yolg'iz qolmasin. Kelin, siz qoling, bir haftada qaytamiz degandilar. Shunday qilib men va qaynotam bu katta havollagan hovlida yolg'iz qoldik. Qaynotam odam kamgap inson. Bolasi uzoqda, xotini, nevaralari mehmonda. U kishi uchun ham oson emasligini bilardim. Ko'pincha ayvonda eski karavotda xayol surib o'tiradilar. Men o'z ishim bilan doim oloraman, sigir soqaman, ovqat qilaman, uylarni yig'ishtiraman. Biz deyarli gaplashmasdik. Faqat zarurat yuzasidan ota choy ichasizmi, kelin tuz bormi? Faqat shunga o'xshash so'zlar edi. Oradagi sukunat ba'zan menga og'ir yuk bo'lib tuydi. Kechqurunlari bu sukunat yanada avjiga chiqardi. Hovliga tun chokib chiroqlar yoqilganda men osxonamda, u kishi osxonasida qamalib o'tirardik. Ba'zan u kishini u yoqdan bu yoqqa yurgani eshitilardi. Men esa derazadan osmonga, yulduzlarga qarab o'tirardim. Xayolimda erim, u hozir nima qilayotgan ekan? Sovqotmayaptimikan meni oylarimikan? Ammo bu oylar ham endi avvalgidek yuragimni junbushga keltirmasdi. Xuddi eski yod bo'lib ketgan she'rni takrorlayotgandek edim. Bir kuni kechqurun yomg'ir kuya boshladi. Bax yomg'iri uyimiz tomiga urilayotgan tomchilar sukunatni biroz bo'lsa-da buzardi. Bir kuni elektr o'chib qoldi. Butun hovlini zimziyo qorong'lik bosdi. Telefonimning chirog'ini yoqib sham izlay boshladim. Oshxonadan bir dona sham topib yoqdim va qaynotamning xonasiga moraladim. U kishi deraza oldida tashqariga tikilib o'tirgan ekanlar. Ota chiroq ochdi. Sham olib keldim dedim. U kishi sekin qaradi. Sham yorida yuzlaridagi ajinlar yanada chuqurlashib bortib ko'rindi. Uning ko'zlarida chuqur bir charchoq alam bor edi. Ha, kelin, rahmat. Shu yerga qo'ya qoling, dedilar. Past ovozda. Shamni stol ustiga qo'ydim. Xonadan chiqib ketmoqchi edim. Lekin u kishining ovozi to'xtatdi. O'tiring, kelin. Bir ozim zerikdim. Bu taklifni kutmagandim. Ikkilanib eshik oldidagi kursiga o'tirdim. Odasham alangasi bizni bir-birimizdan ajratib turardi. Uzoq jim qoldik. Yomg'irning shovullashidan boshqa ovoz yo'q edi. Bolam bilan gaplashdingizmi? Nihoyat so'radilar. Ha, kecha gaplashdim. Yaxshi yuribdikan, dedim odatdagidek yana sukunat. Keyin u kishi kutilmaganda chuqur xo'rsindilar. Bu xo'rsiniqda so'xinch mujassam edi. Pul topaman deb yoshligini xazon qilyapti bolam. Na bola chaqasining oldida, na ota-onasini.
Hayotni mazasi qayoqda qoldi ozi bu sozlar yuragimga oqdek qadaldi. Chunki bu mening ham har kunlik oylarim edi. Erimning topgan puli rozxorga imoratga ketardi. Ammo bizning o'tayotgan umrimizchi? Mening ayollik baxtim uning yoshligichi. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi ota dedim bazor. U kishi menga qaradilar. Bu safar nigohlari boshqacha edi. Bu qaynotaning keliniga qarashi emasdi. Bu bir erkakning dardini tushungan ayolga qarashi edi. Sizga ham qiyin bilaman, qizim, dedilar. Yolg'izlik odamni yeydi. Shunda tomximga bir nima tiqildi. Ko'zlarimdan yosh qalq edi. Yig'lab yubormaslik uchun labimni qattiq tishladim. Men bu uyda bir xizmatkor, bir kelin edim. Hech kim mendan senga ham qiyinmi deb so'ramasdi. Hamma meni kuchli deb o'ylardi. Ammo men charchagandim. Bilmadim deya pichirladim. Shu payt u kishi o'rnidan turib yonimga keldilar. Men seskanib tushdim. U kishi qo'lini yelkamga qo'ydi. Men o'shanda dadamni mehribon qo'llarini esladim. Og'zimni tutib tura olmadim. Yig'lab yubordim. Uzoq vaqt davomida unutilgan barcha dardlarim, sog'inchlarim, yolg'izligim ko'z yoshlarimga qo'shilib oqardi. U kishi hech narsa demadi. Faqat qo'li bilan yelkamni ushlab tasalli bergandek bo'y. Sham alangasi tebranar. Ikkimizning devordagi soyalarimiz bir-biriga qo'shilib ketardi. Qancha vaqt shunday o'tirganimizni bilmayman. Yomg'ir tindi. Shamib deyarli tugab qolgandi. Men ko'z yoshlarimni artdim. Kechiring, ota, dedim hijolat bo'lib. Hijolat bo'lmang, dedilar, o'shamayin. Ammo bu gal titroq ovozda. U kishi qo'lini yelkamdan olmadi. Aksincha barmoqlari bilan sochimni sekin siladi. Yuragim dukillab ketdi. Bu nima? Bu qanday holat? Aqlim turxonangga kel, bu gunoh deb bong urardi. Ammo tanam ruhim qimirlashni istamasdi. Men shu mehrga, shu e'tiborga shunchalik tashna edimki, bu iliqlikdan voz hech kim kelmadi. U egilib yuzimga qaradi. Ko'zlarimiz to'qnashdi. Uning ko'zlarida endi nafaqat charchoq, balki bir iltijo, bir olov porlardi. Bu qarashdan butun vujudim muzlab ketdi. Qaynotam, erimning otasi. Bu fikr miyamda char urardi. Ammo hozir u qaynotam emas, balki meni tushunadigan, dardimga sherik bo'lgan yagona inson edi. U sekin yuzimga yaqinlashdi. Men ko'zlarimni yumib oldim. Lablaridan aroqning hidi anqidi. Demak, yolg'izlikdan ichgan ekanlar. U meni olibdi. Bu opichda na ehtiros, na shiddat bor edi. Bu ikki yolg'iz yaralangan qalbning bir-biriga taskin berishga urinishi edi. Bu gunohkor, ammo shunchalik zarur bo'lgan bir taskin edi. Men qarshilik qilmadim. O'sha lahzada men na erimning xotini, na bu xonadonning kelini edim. Men shunchaki yolg'iz mehrga zor bir ayol edim. Tong otdi. Chiroq yonib turgandi. Tunda qachon yonib, qachon o'chirganimizni eslay olmadim. O'rnimdan turib yuzimni yuvdim. Hovul chiqqanimda qaynotam allaqachon turib ayvonda choy ichib o'tirardi. Unga ko'zim tushishi bilan kechagi voqea yodimga tushib, butun tanamga titroq kirdi. Uyat, qo'rquv, gunohkorlik hissi butun vujudimni qamrab oldi. U kishiga qaray olmadim. Salom berdimi, oshxonaga kirib ketdim. Nonushta tayyorladim. Lekin og'zimning tomog'imdan hech nima o'tmadi. Dasturxon yozib, choynakni olib chiqqanimda, u kishi bilan yana yuzma-yuz bo'ldik. Uning nigohida ham hijolat bor edi. Biz hech narsa demadik. Hech narsa bo'lmagandek nonushta qildik. Ammo oramizdagi sukunat endi boshqacha edi. Bu bo'sh sovuq sukunat emasdi. Bu sirlar bilan, aytilmagan so'zlar bilan, gunohning og'ir yuki bilan to'la bir sukunat edi. Biz endi bir-birimizga begona emasmiz. Bizni umrbod bir-birimizga bog'lab turadigan bir sir birlashtirib turardi. Kunlar o'tmoqda. Qaynonam va bolalarim ertaga qaytib kelishadi. Hovli yana shovqinga to'ladi. Em yana telefon qiladi. Hayot o'z iziga tushib ketgandek bo'ladi.
Ammo men bilaman, hech narsa endi avvalgidek bo'lmaydi. Bu hovlining devorlari, bu ayvon, bu xonalar hammasi mening gunohimga guvoh. Men har kuni qaynotamga duch kelaman. Biz bir-birimizga qisqagina qarab qo'yamiz. Uning nigohida men o'zimning aksimni, o'zimning sirimni ko'raman. Va bu katta uyda biz ikkimiz abadiy yolg'izmiz. O'zimiz yaratgan yolg'izlikda bu yolg'izlikning nomi yo'q.